Sizlarda ham bormi shunaqa karkash shogirdlar, ha? Aka deydi. 45 kim zo'r taxlashdi, o'ynaysizmi deb ustoziga savol beryapti. Sizlarda ham bormi shunaqa shogirdlar? 45 bu oladi mana bitta hozir. 45 larni olib qo'ygan. Bitta o'ynab ko'rasizmi deb deyapti-da mana. Ko'rayotgan bo'lsa agar taxlab qo'yganda, lekin ideal haqiqatdan, cho'tki taxlab qo'yadi. Shu karalab ham qo'yadi-da. Ustoziga tag'in. Bitta o'ynab ko'rasizmi deb qo'yadi tag'in. Xuddi ustozini hech bo'lmay bilmaydiganda his qiladimi, bilmayman. Yo, endi jang unaqa karalab qo'yadi deyish kerak emas. Yo, bor narsani prosta gapirsan, to'g'rimi? O'ynaysizmi? Chahlashga deyapsan. Kim zo'r chahlash deyapsan, to'g'rimi? Yo, endi siz unaqacha ko'pirtirib olmaydi. Men bir o'ynab ko'ramizmi dedim. O'ynab ko'ramizmi dedim, bo'ldi. Endi ani bitta maqtab qo'ysang, zo'r gap chiroyli chiqadi desang bo'ldi-da, lekin mana bitta narsani olib kelaman, bitta narsani ko'rsataman mana. Mana shu yerda mana shu bitta chizuv bor-da. Mana chizuv, kafilli chahlanganda chizig'i bor-da. Mana shu chizuv bor, chizuv. Shuni lazerni qo'yamiz, mana shu chizuvda chiqadi. Mana shu 1 ga 1 chiqib beradi. Mana shu hozir 1.20 dan 2.40 kafil turgan bo'lsa, 3 turadimi, 3.20 turadi, farq yo'q. Mana shu chahlab beraman, 1 ga 1 chiqib beradi. Bormi zo'ri? Ham biladi ham 45 larni chahlab qo'ygan mana. Jerpashkalarda ham chahlagan-da buni, faskalar bilan qilib, faska qilib. Mana ichida qolib ketadi o'zi, kerak emas bu. Ustida tekis bo'lsa, mana bu chizuv, mana bu tekis bo'lsa, silliq bo'lsa bo'ldi. Lekin mana shu ichlarini ham mehr berib qo'yadi-da. Tam ustozga aka o'ynaysizmi deb qo'yadi, bitta maqtaganim. Yo, lekin gap yo'q. Men ko'z tegmasin desam, o'ynab ko'rasizmi, bitta anaqa qilib ko'ramiz, tashlab ko'ramizmi deb qo'yadi, bari. Men tan olaman. Mana shu odam menga hamma narsani o'rgatganlar. Akam oldin ham aytganman. Hozir hazillashyaptilar birinchidan. Men unaqa deb tashlaganim yo'q. Bu bir, ikkinchisi. Aytdik-ku. Yo, men karlab tashlamadim. Bunaqa odatim ham yo'q. Prosta nima desam bo'ladi, ustozinglarni o'sha urganini urashi, so'kkanini so'kash qilib yuraversanglar, xudo xolasa yomon bo'lmaydi. Mana shu akam ham necha yil berishgan? Ben 10 yil bo'ldi. Yo'q, 10 yil emas. Bo'lmadi lekin. 10 yil bo'ldi, hali usti bo'lganim yo'q. Usti bo'lishimga qo'ymayaptilar, bor. Endi qo'yib olmaymiz buni. Oxirigacha shogird bo'lib o'tadi bu. Mana shundoq tamg'alab qo'yganlar va mayli, men sizlarning shogirdinglar necha yil eng uzoq ishlagan sizlar bilan shogirdinglar? Mana bu hozir 11 yil bo'ldi. 11 yil bo'ldi, 11 yildan beri shogird bo'lib yuribdi, lekin ustalardan zo'r ish qiladi, haqiqatdan. Nomi shogird, atak hunari ustalarnikidan zo'rda qiladigan ishi. Lekin men nolimayman hech qachon. Akamdan ham mana ko'rsam emas, shu paytgacha birga bo'lsak, o'zi bekordan bekorga 10 yildan shu birga yurmaymiz-ku. Bir marta ham g'idibida o'tmagan, oramizda ham zamonga bormaganmiz ham, boshqa ham qilmaganmiz. O'sha o'zimni Radnoy akamdek ko'raman. Shuning uchun bilamiz har doim ko'z tegmasin, iloyim. Unda lekin shu oyligim maosh ishlari bor, o'rasa qiyin-da bor. Ya, unda olib qarasa, ayrim ustalardan yaxshi oylik olasan-da, to'g'rimi? Masalan, usta bo'lib o'zing chiqsang, bunaqa men beradigan pulni topa olmaysan-da. Ochig'ini. Topa olmaysan, to'g'rimi? O'shaning uchun aytolmayman, men nolimayman, Xudoga shukr. Kam bo'lmayapmiz, mana bitta hunar o'rganib, boshqa qilib, poqti bemahal. Eng glavnisi bizda qishin yozning ishimizda bor, Xudoga beadad, behisob shukr. Nolimaymiz. Yashashimizdan ham, ishimizdan ham, topishimizdan ham, boshqamizdan ham. Prosta shu. Boshqa narsa kerak emas, o'zi vaqti o'zi sekin ko'rsatib qo'yaverar ekan hamma narsani. Shuning uchun mehnat qilish kerak, glavnisi klient roziligini olishga harakat qilish kerak. Mana hozir aytayotdilar, mana shu narsa ham misol uchun ichida qolib ketadi, u deyaptilar, to'g'ri ichida qolib ketadi bu narsa, lekin kelib mana shu narsani qilayotganda o'sha klientni ko'rsa, bu zavod bo'pti-ku deb xursand bo'ladi. Mana shuni o'zidan kayf qilamiz-da biz. Zo'r bo'pti-yu, gap yo'q degan gapini o'zidan, u berayotgan pulidan emas, uni Xudoyim hamma rizqini o'zi bilan beraveradi-yu. O'sha qilgan ishimiz yoqqanini o'zimizga yetib ketgandan xursand bo'lamiz. Qolgan narsa chipuxa, короче. Gap yo'q. Mana ishini ko'rsatib qo'yamiz, qilgan anaqasini. Mana hozir. Shunaqa chahlab qo'ygan, mana yaqin olib beraman. Mana chizuvni ko'rasizlar. Millimetr qo'yganda bir xilda bir tekisda chiqqan. Mana. O'lni. Pastigacha. Mana bash burchaklari bor, burchaklari qaraylik, ideal-da. Ideal qilib chiqarib qo'ygan mashlarni ham. Po'st emasa yaxshi, malades. Shivoplaysan. 45 shivoplaysan. Lekin Jamol aka o'ylab ko'ring, o'sha